Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Fevral oyini ham boshlab oldik. Anchadan beri video qo'ymayotgandik. Fevral oyi boshlandi. Mana kunlar ham isib, quyoshlar ham chiqib qoldi, Xudoga shukr. Keyin bilasizlar, do'kon ochib olganmiz. Do'kon ochdik. Ana shu do'konda ham bir kishi qarab turmasa bo'lmayapti. Ukaxonimiz. Assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar? Xudo xolasa mana akam aytuvdilar, yaqin orada do'kon ochamiz deb. Xudo xolasa o'sha do'konni ochdik. Bugun endi jicha to'xtalish qilib do'konga baliq o'g'iga ketyapmiz. Sizlar uchun video olgan xudo xolasa. Ha, nasib bo'lsa. Yaxshi, chiroyli joylar. Xullas, aparishda bu narsalar oldik. Qora chigitga nima desa oldik. Ashalar bilan xudo xolasa. Endi hozir 7 xil yem bor. Marinkaga. Qaysi to'g'ri kelib qolsa, o'shini bosamiz deganlar, xudo xolasa. Bir boshdan ko'rib, kuzatib, bizni videolar yoqdi degan akalarimiz like bosib qo'yinglar. Omadlar bersin deb yozib qo'yinglar kommentariyada. Har bitta odamni gapini biz o'qib chiqib, tahlil qilib unga javob yozamiz. Shunaqa ko'rib, kuzatib, Shunaqa gaplar. Xudo xolasa hozir baho berishlari mumkin. Jiyanim gapirgan biz bo'ldi. manzilimizga yetib qoldik, xudo xolasa. Shunaqa, endi kimga qiziq bo'lsa, do'konimizga kelib hamma yo'qlarni ko'rishlari mumkin. Original qalmoqlar, original kartoshkalar, Do'kon sifatli narsalar bizda xudo xolasa. Fishing Life do'koni nomi endi. Bilganlar biladi, bilmaganlarga aytib qo'yapman. Fishing Life pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Keyin bunaqa narsa bor, boshda aytdim. Undan oldingi nimalarda 3 kilometrgacha 100 ming so'mdan ko'p narsa olgan odamga bepul dastavkalarimiz bor. Mashinamiz bor, Xudoga shukr. Men o'zi shunaqa narsali bonuslar qilishni yaxshi ko'raman. Bepul dastavkalarimiz bor. 3 kilometrgacha. Agar 3 kilometrdan o'tib ketsa ham dastavka qilib beraveramiz, jicha puliga qo'shilib qoladi. Shunaqa gaplar kelib, ko'rib, nima qilaverasizlar. O'sha gap 100 mingdan oshgan narsa olgan odam bonuslarni bor deb qo'ysalar bo'ldi. Biz o'z tushunib olamiz. O'zimiz Xudo xolasa chiroyli qilib sizlar aytgan narsani sifatli qilib yetkazib beramiz, xudo xolasa. Bir boshdan aytib qo'yaylik. Bizda halindaqa hasharotlar ham bor. Chigitga, qora chigitga, marinkachilar ko'p so'raydi. Aparich, go'ng qurti deydi, eshak qurt. Keyin tosh qurt bor. Yana haligindaqa hozirgi ko'llarda trendga chiqib ketgan krevetka bor ekan. Krevetkalarimiz bor. Yaqinda bitta akamiz bilan gaplashib oldik, u qilib beraman dedi. Xudo xolasa haligindaqa taxta qurt bo'lar ekan-ku. O'z marinkachilar yaxshi bilargansizlar. Biz-ku orada chiqib yurganimizga jazor bilmaymiz. Mana ko'ryapsizlar. Va tomog'i borsa ham hali baliqchilarga hali kelib qoladi. Yo'q, hali tutmasa bo'lmaydigan, chiqmasa bo'lmaydigan paytlar kelib qoladi. O'sha joyga keluvdik o'zi. 1,5 oydan beri video qo'yganimiz yo'q, mana xudo xolasa. Bugun ekan o'sha kun. Jigarlar. Bugun ekan. Tomog'i borsa ham ketyapmiz. Ishga bormasak bormadik-ki, lekin baliqqa ketyapmiz. Do'konda savdo yaxshi bo'layotdi. Keyin hali nima bolalarga uzr dedik. Telegram gruppalarga ham aytib qo'ydik. Do'konimiz ertadan ochiladi, xudo xolasa bugun. Hamma bolani to'plab baliqqa ketyapmiz. Biz 2 shahardan yana 4 kishi o'tadi axir, xudo xolasa. Xudo xolasa. Like, tashlashga bosib turinglar. Yo'lda ham bitta ko'rsatasizmi? Hozir. Xo'p, yo'lda ko'rsatamiz. Shunaqa gaplar. Azizlar, o'zlaringda nima gaplar? Anchadan beri ko'rishmadik sizlar bilan.
Bugunga nasib qilgan ekan mana. Mana xudo xolasa o'ng tomonimizda ham baliqchilar bor ekan. Ha, kimdirlar o'tiribdi, baliq tutyapti. Baliq tushyaptimi? Yo, brakonerlarmi? To'g'rida baliq ushlaydigan. Joyni ko'ryapsizlar, shunaqa chiroyli joy. Suv ham rosa modniy bo'lib oqyapti. Jon boshlading olmasam? Kuzatib boringlar, xudo xolasa zo'r natijalar bilan. Qo'lingizdagi nima ekan u? Xo'p, qo'limizda mana bu hali o'lik tirilmaydi deyakanlarga. Bu xo'p, qora chigitga bo'ladi. Bu hozir sovuqda turganicha qimirlagan yo'q, isib qolib ketsa o'zi tiriladi. Qish kunida ham topsa bo'lar ekanda. Qish kunida aka biz topib beramiz. Bizga aloqa chiqaradi, mana aparishlar bor aka. Aparish nechi pul aka? Aparishimiz 15 ming. Dastavkalaringiz bormi aka? Dastavkamiz bor aka. Aparish 15 ming. Bu qimmatroq 25 ming so'm. Ichida nechta bo'ladi uni? 30 ta bo'ladi, xo'p. Aparishning ichida 50 ta bo'ladi. Aparishda ichida xo'p 50 tadan ko'p bo'ladi. 50 tadan ko'p bo'ladi. Ochib sizlarga mana. Bu qattiq aka, yana shunisini ham so'rashadi. Qozog'istonniki o'ta zo'r. Hali baliqlarni ham tabiga yoqadigandan deydi. Sizlarga ko'rarganman. Bu qora chigitga qiziq tanlangan. Ha, qizil. O. Qizili. Ha, yaxshi. Xo'p, endi buni qo'yib turamiz. Bitta olib ko'rsatingchi. Hozir sovuqda muzlab qolgan-a bu? Ha, sovuqda harakatlanmaydi. Jicha issiq qolib ketsalar, uji harakat boshlanadi. Hozir bu quyoshdan nimaga tirilmayapti desalar, endi ba'zi sovug'i bor. Qora chigit. Ko'pchilik qayerdan topishar ekan bunaqa? Boshqalardan olishib aytayapti. Oq siqib qolyapti deyapti. Oho, ichida ko'p ekan-a? Ha, ichida xudo xolasa. Ha, u go'ngi ekan-a? Ha, bularni go'ngi. Ay. Bular 3. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, dastavkalar kerak bo'lsa, sinab ko'rarganmiz, bo'lmasami? aloqaga chiqib ko'ra. Hozir sinab, xudo xolasa ko'zdan yonida natijalarini ko'rsatamiz. Ko'rib baho beringlar. Do'nkalar tashab qo'ydik mana. O'zimiz bunaqa qilib poplavochnikda tutyapmiz. Naringga qora chigitga tashladik. Ana qaysi biriga birini tusharkin biz mana. Ha. Qora yaxshiroq. Ha. Batali yaxshi natija qilamiz Sarvarda. Yaxshi natija qilamiz, xudo xolasa.
Yashib qoldi-yu. Shu yerda mana qarmoqlarimiz baquvvatligini ham silab olaveramiz-da mana. Ha. Leskachi. Leska ham ashi baquvvat ekan. Ha. O'tmaga ham qarab turing. Bilan ashka otdingmi? Bekor qilsan. Men baliq sakradim men debman. Tashashingga sakradim men debman. Bir xilgina negativ yozibdi. Ular dali bir xilgina yaxshi yozibdi, bir xilgina negativ yozibdi. Oldin kelib tutsin birarta. Endi olishadigan nima niyatim yo'q, negativ chiqaradi. Mayli o'zi biladi. Baliqga tushunmaydigan odam aralashyapti negativ bo'lib. Bo'ladi. Bo'lmaydi. Yana bitta aytganlar, negativ deyaptilar. Ko'raverasizlar, vali men hammani kommentini o'qib chiqaman-da bir boshdan. Men bo'lsam u administratorimiz bor. Shu o'qib chiqadi. Bitta ular yomon narsa qo'yapmizmi? Aka mashina yozishdi deydi, biladingmi? Odamlar unaqa olmasligi kerak edi. Sizlar bilan yaqin bo'l. Sizlar bilan baliqqa boraylik degan. Bo'pti deb jon deb boraman. Qalmag'ing yo'q bo'lsa olib beraman, bitta yaxshi qalmaq. Tushunaman. Bizni qo'llab turganlar katta rahmat aytib qo'yaman. Ko'pchilik Qashqadaryo, Surxondaryolardan kuzatishyapti. Malades. Keling deyishyapti, xudo xohlasa boramiz. O'zimizda ham yaxshi chiqadigan joylar bor. Ko'p joy unaqa bo'lib ko'llar bo'lib ketdi. Ko'llar menga joy yoqavermaydi. Nima qilyapsiz, qori?
o'tib ketdi-yu. Qanaqa prosto qilmadi o'yladim. Jangil. Sara bitta joyga tashab qo'y. Bitta joyga. Boshqa joylarga ham yurib ko'ramiz shekilli. O, nari tarafga yuringchi. Ashta o'qib ko'ramiz. Shunaqa gaplar. Achki taqib olganimga hayron bo'lmanglar. Qish kunida nima bola bu achki taqib olibdi deb. Ozgina ko'z og'riyapti. Shu uchun taqib olindi. Nima deydi, telefon ko'p qarab qo'yibsizmi? Ozgina ko'z og'rib qolyapti. Nimadir giylashyapti-da. O'rtaroq qismiga otib ko'ramiz. Bu joy jicha sayozroq qilyapti. O qalma. Mashina qalmagan haligi. Yengil. Totyaptimi hozir? Totmayaptimi? Bilib bo'lmayapti.
totyapti. Maydaroq totyapti. Bilasizlar, qishki kunida sustroq bo'ladi baliqlar. O'shanga dars sotib olmayapti. Nimadir totyapti lekin maydalar. Ko'rish kerak nima ekan. Yo'q. Ketib qoldi. Boshqa tashlaymiz yana. Shu boshidan oqizishgacha zo'r o'rganib olmaganmiz. Endi biz asosiy bilasizlar. Ilon bosh, sazan, shunaqa narsa, shunaqa baliqlarga qiziqamiz. Maringa yoz xumorbostiga chiqib turibmiz. Marinkani ham lekin o'ziga yarasha gashti bor, albatta buni. Mana hozir mana shu holatda totayotgani ham boshqacha-da. Mana. Dalshi bo'lish ketib qolsa yaxshi bo'lardi. Mana. İşte maydaroqlar totyapti hozir. Bu oldirog'idan tashlaymiz shekilli. Ne bola, ilashdimi? Ya, nimadir yulib chiqibdi. Baliqlar nimagadir suz.
Chetda nimadir borda chetda totyapti-da. Ha. Nimadir totyapti. 2 marta totdi Sarvar. Qara. 2 marta yaxshi totding shu bilan. Oh, homa. Buni qaranglar. Mashinga biz ovora qilayotgan ekan, mana shunday baliqchaga. Mayli, oma, o'tiraveramiz. Yaxshi. Birinchi chiqqan baliqni qo'yib yuborma deyishgan. Mayli, shunaqa baliq ushlasa ham. Qishki kunida shu ham yaxshi-da. Yunon baliq bilasan, nonga ham chiqaveradi. Mayli. Biz zeriktirib turmasa bo'ldi. Nimadir ilashib qolibdi. O'tmi? Voy. Nima baloy u? Ashqoqmi bu? Baliq yangicha sortidan. Mana shu musullar tashab kanalni rasvo qilishibdi. Belki tashab ko'ramiz, hani.
bitta chiqib maydaroq bo'lsa ham kayfiyatimizni ko'tardi. Mayli, mana shunaqa bo'lib chiqib tursa ham. Baliq yo'q ekan deganimga biz chetdamiz deb birorta kichikroq qo'yib yuborishdi skeleta. Ular xafa bo'lishadi deb kichikroqni qo'yishdi. Havo vashi mazza bo'lyapti. Balki bu havoga ko'nikib olish kerakmi baliqlar. Fevral oyida marinkaga asosiy ketadigan yem bu go'ng qurtiga. Go'ng qurti ishlatsalar yaxshi va zelonka qurt. Tosh qurti ya'ni. Tosh qurtida xohlagan payt chiqib ishaverar ekansiz. Uni sezoni yo'q ekan. Lekin bunaqa aparish bu narsalar qishki kunida yaxshi. Lekin fevral oyida spitsalniy fevral, mart oylarida haligi nimaga go'ng qurtiga baliq olar ekansizlar. Keyin anaqa tut pishgan paytda tutga ham yaxshi chiqar ekan. Oq tut, qora tut. Uni bilsang o'zi ko'p tutga chiqadigan joylarda qarasalar tut bo'ladi kanal chekar. Bakan tutga chiqadi. Uni ko'rsangiz, o tut daraxti bor, 2 ta 3 ta. O'zi o'shanaqa bo'ladi shekilli. Tutga o'rgangan bo'lsa, keyin bir xilgina aytayapti, bu avval taraflarda kattaroq chiqyapti. Biz savdogar bo'lganimizga aytishyapti. Avval taraflarda yaxshi chiqyapti aka. Ashaqa boringlar deyishyapti. Haqa endi bizda sharoit yo'q, haqa borgan. Qani bo'lsa, ashaqqa borib dam olib kelinsa. Endi niyat qilyapmiz. 3 ta 4 ta joyda do'kon qilib turib, bolalarni qo'payamiz, o'zimiz aylanib yuramiz. Asha yaxshi ekan. Tog'am o'chi tog'am aytardi. Ashu yoshing katta bo'lsa-dirdi, hali 2 ta qalmag'ing bo'lsa aylanib yuraversin derdi. Biz yoshimiz hali katta bo'lgani yo'q, lekin ashunaqa narsani xohlab qolar ekansiz odam. Mana 2 ta qalmag'im bo'lib, misol ishingiz yo'q bo'lib, mana shunaqa birorta zakin qilib qo'ysangizmi, baliqchilik bilan shug'ullanib, shunaqa birorta ishlab chiqarish qilib qo'ygandan keyin mana shunaqa qilib yuraverish kerak deb o'ylayman. Mana shunda yashagandek bo'lasiz, menimcha. Bizga ham hali bor. O'shanga lekin hozirdan tayyorgarlikni ko'ryapmiz. Yozovonni bilasizlar, shu Yozovondan joy olmoqchimiz. O'sha platni ko'l qilib nima qilamiz deyapmiz. Hali musobaqalar uyushtirib. Ko'p musobaqaga bordim-da. 50 mingdan qo'yadi. 50 mingdan qo'yadi. Nima? 50 mingdan qo'yadi, ertalabda baliq to'kib beradi. Bu baliq 2 kunda joylashadi. 2 kunda joylashib, to u sizni xo'ragingizga chiqquncha
attay baliq chiqmaydi o'zi. 50 mingdan akalar foydada qoladi. U yolg'on. Yolg'on bilan nima qilish degani? Biznes qilish. Biznesga aylantirib olishgan hozir. Undan ko'ra mana 2 kun oldin baliq to'kilgan. 2 kundan keyin bitta chaqirilsa, ana shunda ko'rsa, hamma balig'ini olib ketsa kerak odamlar. Men ularni yomonlamoqchi emasman. Endi o'zim qilaman deyapman, xudo xolasa. Mana do'kon qilamiz deb niyatimizga yetdik, mana Xudoyim bizga nasib qilgan ekan, mana niyat qilib yetdik. Endi mana ko'llarga navbat endi. Shu ikkita ko'l qilib olsak, ashlarda yaxshi natijalar bo'ladi. Gapni ko'p gapirib qo'ydim. Nima bu baliq chiqmayapti, Sarvarbek? Ular endi Ko'p gapirib qoldingmi? Sovuqda tepasi chiqishmagandir-da. Mumkin ama. Joyni o'zgartiraylikmi? Joyni ham o'zgartirib ko'rish kerak. Baliqcha nima qilamiz? Hali bir totdi, ikki totdi, uchinchisi ushaldi deydi, endi konserva bo'ladi. Zo'r qo'shadi-yu, deng. Ha, o'sha. Kunida hozir mashina katta natija bo'lib turibdi. O'sha. Ilon baliq ilon boshda ko'rinyapti. Ama aparishlar zo'r ekan, ama. Do'nkani ko'rib qo'yish kerak. Qora chigitga o'rganmagan ekanmi? Qora chigitga nima qaramayapti? Shu jumlani aytib qo'yaman, ertaga hatta kuniga chorshanba bozorga chiqamiz. Do'kondan tashqari, do'kon omad chorshanba kuni ishlamaydi hozircha. Keyinchalik xudo xolasa ishlatib qo'yamiz. Chorshanba bozorga chiqamiz. Baliq uchun kerakli hamma narsa bor. Borib chiqib, bizni ko'rib olishlaring mumkin.
Biz o'ylagandek bo'lmayapti-yu, Sarvarbek. Ha, shu. Sovuq kunida Tomog'ini ekanlik yo'qlik bo'lib ketadi. Shunaqa dam olgan chiqib turish kerak lekin. Uyda o'tirganda foydasi yo'q, foydali ish qilish kerak. Balo foydalimi deyishlar mumkin, foydali bu albatta. Bittasini eshitdim. Baliq chiqqanlar 1-2 sekund bo'ladi-yu haligi. Qiyin holat. Baliq chiqqan deb oladi. O'shanda yurak qandaydir mashina tez urib oladi, boshqacha. Qoraylasini yaxshilar ekan. O'zi ko'p narsaga to'g'ri bunaqa o'qib chiqsalar edi. Borish kerak просто. Vaqt qilib o'zimizni amakilar ham chaqib qoravermaydi. Dadam ham qiziqtirarmadi. Tog'amdagi ashaddiy baliqchilar. Tog'am bilan bir vaqt qilib, xudo xohlasa chiqib suhbatlashib, suhbatini olib, baliq o'g'i ham zo'r bo'ladi. Tog'am chiqsalar yo'q joydan ushlab keladilar. Shunaqa bo'lish kerak. Biz ham unaqa professional emasmiz. O'shanga yarasha iqtidorimiz bor. Hozir kelib qoldik. Videoni ko'rib oling. Kelishimizni topyapti. Totyapti. Oh. Yaxshi. Orqaga. Karasga o'xshaydi. Shab olib ketmayapti. Oh.
Topib ko'rasizmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Yo'q, olmasinlar. Salomat bo'ling, kelasizmi? O'z nihoyasiga yetkazdik. Bugungi nimalar bitta ilon ma'lum ushadi xolos kichikroq. Yana bitta ushadi endi kichkina. Buni aytishga hojat ham yo'q. Bir ikkita baliqchilardan gaplashdik. Suv qo'yib yuborilibdi. Bilasizlar, suv kelsa moslashish qiyin bo'ladi baliq joyiga.